Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi mehnatlar bilan? Allohim kuch-quvvat bersin hammalaringizga. Men ham yaxshi yuribman. Faqat sviyaz yaxshi bas bizda. Shuning uchun picha qiyinchilik bo'lyapti, lekin men o'tib ketadi. Meni videolarim yoqsa-yoqmasa like bosinglar, komment yozinglar. Nimaga pastlab ketdi? 100 bo'laylik desam pastlab ketdi-ku. Tezroq 100 bo'laylik, meni jonli efirlarim ochilsin. Keyin men o'ylab o'tirib hozir bitta savol kelib qoldi-da. Kimda qanaqa? Hamma o'zining fikrini yozsin. Masalan, kartoshka piyoz. Sizlarda kartoshka piyozni archa deydimi yoki arta deydimi? Kartoshka piyoz masalan produktlarni arta deyiladimi yo archa deyiladimi tozalash uchun? Bizda men endi archiman deyman. Keyin mana chang artish yoki qanaqadir xullas o'sha chang artish. Buni arta deydi. Yo bir narsa to'kilib ketsa, men artib qo'y deyiladi. Bir narsa to'kilsa, uni bir xil odam archib qo'y deylar ekan, kartoshka piyozni artib qo'y deylar ekan. Archini o'rniga artish ishlatiladi. Qaysi biri to'g'ri? Shuni komment yozinglar, sizlar fikringlarni bilmoqchiman. Yo men noto'g'ri gapiraman. Yo bilmadim. Shunaqa. Javoblar kutaman. O'zingizlar qilinglar.